O'zbekistondagi eng arzonni qilib chiqamiz. Bu bozorda kiyim-kechak O'zbekiston bo'yicha eng arzon narxlarda sotiladi. Mana bu xalatlar mana 65 ming so'mdan ekan. 65 ming deyishdi, endi ichini ochib ko'rganmiz yo'q, hali qanaqa ekan. 70 ming so'mdan. Yo'q, bunaqa narxda. Ochlik odamlar 10 ming so'm ekan pachkaga. Nachosa? Ha. Qovmaliga. Tvarok keldi, tvarok. Aha, bu pachkaga 28 ekan bular. Mana. Sotilganmi? Bular 12 ayollar uchun yana bir bor 7 ming so'mdan 70 ming so'm bo'ladi paypoq. Mana sizlarga zo'r yangilik. Bir qop paypoq olish uchun 500 ming so'm pul yetarli. Bu ayollar uchun qalin uzun paypoqlar 14,5 ming so'm pachkaga. Pachkada 3 ta bo'ladi bu. Qishda chiqaraverasizlar mana shu bilan bemalol. Bular 3,5 ming so'mdan HB paypoqlar. Sifati vashi zo'r. Oyoq terlatmaydi. Sotishga juda zo'r variant. Ayollar uchun yana bir bor 7 ming so'mdan 70 ming so'm bo'ladi paypoq. Juda ham kачество vashi zo'r. Erkaklar narsasidan arzon bo'lsa kerak. 22 ming so'm, 2200 so'mdan 10 tasi. Kачество vashi udar. Chetkalar ko'p. To'yda bunaqa qilib donali ham sotishadi. Dona ham bemalol olishingiz mumkin. Bular pachka. Детский paypoqlar 6,5 ming so'm ekan. Kачество vashi angorkali. Mas paypoqlar 12 ming so'm ekan pachkaga. Mana vashi udar. Orqasida zamogi ham bor ekan. Detskiylari ham bor. Ayollarga 9,5 ming so'mdan angorka paypoqlar. Ranglari juda ham seroq. Ular 7,5 ming so'm ekan. Detskiy sotilgan paypoqlar. Bu yerda donaliklari ham bor. Bu yoqda ham bor donaliklar. Pachka ham bor. Bozorga kelish uchun mana Stayanka bog'chani yo'li. Ana sochiq so'raganlar uchun sochiqda ob'yom, dona, pachka hammasidan bor. Mana bozor boshlangan. Bemalol kelaverasizlar. Bozor bo'lyapti. Bugun payshanba. Ayollar uchun uzun kurtkalar mega aksiyada 99 ming so'm ekan. Kamzirlar turidan bor 99 ming so'mdan ekan kamzirlar. Bu yoqda ham bor 99 minglik narsalar. Asartni juda ham ko'p ekan.